Abdulahad aka, Xorazmga xush kelibsiz. Akbar oshni suzma va zig'ir oshini yeb ko'rib, ta'miga baho bering. Xorazm Akbar oshda har qanday oshni zakazga bo'lib tayyorlab berar ekan. Voy, bunisiga maza qildim lekin. Bismillah. Pulini bersangiz, xohlagancha go'sht berishar ekan. Bismillah. Pay yo'qtiradi yo'llaga. Bunisiga necha? Voy. Voy. Va nihoyat piyoz limon topdi-ku. Dupur. Go'sht. Yana go'sht va yana go'sht. Bismillah. Voy. Yengil ishtahani ochib olamiz. Osh bilan limon qanaqa ketarki? Sig'dim, o'zi kurashga ketadi-yu. Shuncha osh yeb o'rgandan keyin Toshkent mineral muzdek ketadi-yu. Alhamdulillah.